kayf qilib yashab, mazza qilib, o'ynab kulib yashash kerak. Siz bilan gaplashmadimmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Shumi aytgan mashinangiz? Shu Xo'p. 22-yildingiz nech puldiz narxini? 13 dedim. 13? 13 mingni. 13 ming. Mayli, ana Instagramga xizmatimiz. Kayf qilib yashash. O'shami? Mashinangizni sotyapsizmi? Ha, mashinani sotdim. Nima sababdan? Podarka bo'lib qoldi. Gelik podarka qilish. Gelik? Gelik. Shunda sotib yubordik. Gelikdan keyin yoqmay qoldi. Bu-a? O'zi shunaqa. Gelikka ishqilib rasxotini ko'taradiganlar bormi? Bor. Podarka qilishdi uni. Qilishdi. Rasxotini ham ko'tarishadi. Endi bu yog'iga ham ko'tarsa kerak endi. Shunday mashina berib qo'yishdi-yu. Shunaqa. Xo'p, bu mashinangizni nech pul qilib berasiz? 13 ming balans so'rayapsiz-da. 13 ming deb aytdim-da, o'zi biluvdim savdolashishingiz kerak, kerak. 13, oxirisi 13. Men bir hozir o't berasizmi deb o'ylasam, gapirib 13 deyapsiz oxiri. Qarang, 12,5 qilaylik bo'lmasa. Mashinangizga 11,5 beraman, bo'ladimi? 11,5. Bo'pti, 12 qiling, хотя бы bo'ladi. 12? Shunga rozi bo'lasizmi? Mashinangiz rozi bo'lsangiz bo'ladi siz ham. Bo'l, mashinangizni ertaga tekshirtirib olaman, hozir zaklatini berib ketaman. Keyin notariusga ko'rishib, qolgan pulni sanab beraman, bo'ladimi? Bo'ladi-da. Sizga to'g'ri keladi-yu. Siz notariuslarni hal qilamizda. Qanaqa o'zi hayot? Zo'r. Anaqalar, geliklar. Geliklar, Yashaymiz. Negativlanishda qolib ketdim-ku. Mana ular orqada yuraveradi har doim. Da e'tibor qilish kerak emas. Shunaqa. Kayf qilib yashab, mazza qilib, o'ynab kulib yashash kerak. Shu-a? Siz ham mana podkast bersangiz bo'lar ekan, bitta naushnik taqib olib o'tirib olib, yaqinda sizni ham chaqirishdimi? Yaqinda sizni ham ko'rib qolsak kerak. Taklif qilishdi. Ha, yaxshi. Qoladi-yu. Bo'ldi, masalan, men sizga ertaga telefon qilaman. Bo'ldi, xo'p. Obedlarda notariusga ko'rishamiz. Bo'ladimi? Charchamang. Charchamang, sog' bo'ling. Xo'p.